O'zbekiston, 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 O'zbekiston. Maydonga tushdi O'zbekiston, orzular baland edi. Muxlislarning qalbida g'alaba nafasi bor edi. Abdulqodir Husanov himoyada tog'dek turdi. Jamoa bilan oxirigacha kurashib yurdi. Portugaliya kuchli keldi, o'yin qizib ketdi. Har bir daqiqada stadion hayajonga to'ldi. Hisobimiz tomonga kulmadi bu safar, lekin taslim bo'lmadi yurtimiz yigitlari beqaror. Husanov va jamoadoshlar boshni egmadi, keyinchilik oldida ortga chekinmadi. Bugun yutqasak ham ertaga navbat bizniki. O'zbekiston bayrog'i baland bo'lar albatta bir kuni. Muxlislar qo'llab-quvvatlar, har nafas mag'lubiyat ham ba'zan g'alabaga bo'lar asos. Abdulqodir Husanov va barcha yigitlarga sharaf. O'zbekiston futboli uchun davom etadi kurash va maqsad binar Rujab Parnuch Bujra.